Hammaga salom. Men avgust yoki sentyabr oylari bir video chiqargan edim. Organizm yoki teri qarishi yoki soch o'zgarishi soch strukturasi o'zgarishi haqida misol tariqasida hayvonlarni nazarda tutgan edim. Buni hamma har xil tushundi shekilli yoki kimgadir qabul qilinmadi shekilli. Men yoshim masalan 40 dan oshdi. Men hali biror marta bir kosmetika vositalaridan foydalanmaganman. Da, правильно. Bizlarda yoshligimiz aytardi. Yuzingga har narsa surtaverma. Tering qarib qoladi. Ko'rinishing qari ko'rinib qoladi. Da потому что hamma o'sha vaqtlar loppi yuzli, qip-qizilani yuzida dombillab turganidan yuzida qonlarini, tomirlari bunday yaltirab tursa, vo sog'lom. Tamom, Hojiba aytmoqchi, jerning jugarini sug'urib oladigan kelinlar bo'lardi. O'shalar uchun norma edi. O'shanaqa holatlar uchun yuzga hech narsa surtmasligingiz, потому что u потом по-любому огородda ketmaveradi. Zachем unga uxotdi? Hozirgi zamonda unaqa emas. Hozirgi yoshlar уже 15-16 ga kirganda полноценный ular uxotda bo'ladi. Bu тоже norma-da. Hozir уже ota-onalarning o'zlari специально уже 14-15 yoshidan boshlab qizlar ko'zga ko'rinishi uchun kimdir repetitorga beradi, kimdir специально salonga borib to'yma-to'y olib yuradi. Это norma. Siz bilan mening davrimda sal boshqacharoq tushuncha bo'lgan. O'sha zamonda qolganmiz. O'sha mana yoshim 40 dan oshdi, haligacha yuzimga hech narsa surtmayman. Tasavvur qiling. Endi bir daraxt ulg'aydi yoki bir nima deydi, hovlingizga gul ekdingiz. Qaramasangiz, parvarishlamasangiz, gul o'z-o'zidan to'kila boshlaydi, o'z-o'zidan nima deydi, uxotga, vниманиеga muhtoj bo'lib qoladi-da. По-любому daraxt bo'lishidan qat'iy nazar uylar. Avval o'ylaganmiz, ota-bobolarimizdan qolgan, katatamiz, katatasidan qolgan uylarda yashar edik-da. Ну ладно, biz endi nima deydi, ko'chib chiqqan edik, dadam qurgan uyga. Haligacha masalan bor, prakatatasidan qolgan anaqa uylarda yashayotgan. Ular ham norma. Hozirgi zamonda unaqa, уже zamon tezlashib ketyapti. Odamlar уже fikrlashni boshladi. Nega men shunaqa mustahkam uy qurishim kerak? Men lekin на самом деле все равно o'lib ketadigan bo'lsam, правильно считает. Правильно, потому что все равно keyingi avlod просто harakat qilsin, o'zi uchun tayyor uyda yalpayib yotaverib yashayvermasdan. Keyingi avlod zato harakat qiladi. Siz eshakda ishlab yuzingizni o'zingizda uxlat qilmasdan, vitamin ichmasdan uy qoldirdingiz. Keyingi avlod nima qilyapti? 15 yoshidan boshlab uxlat qilib, o'zi bilan shug'ullanyapti. Siz nima qildingiz? O'ldingiz, ketdingiz. Kimga foyda? Enam aytardi. Ko'rganning bir kun bo'lsa ham kuni ortiq. Xo'sh, bir kun bo'lsa ham kuningiz ortiq bo'ladigan bo'lsa, demak siz ham haqlisiz. Balandparvoz gap gapiramiz-ku, hamma baxtli bo'lishga haqli. Xo'sh, baxt tushunchasida по-любому, по-разному-da. Shunday bo'lishiga qaramasdan siz ham o'zingizga uxot qilishga haqlisiz. Uxot, не только uxot deganda bu yuzingizni chaplab bir narsa qilish degani emas. Uxot degani etapma-etap. Yuzingizni yuvdingiz, tozaladingiz, unga yana nimalardir parvarish qildingiz. Etap bu bitta. Yana ichki jihatdan, ichki organizmni ham tozalash kerak. Bo'yna o'sha videomda ham aytgan edim. Qo'yning juni deyman-da endi. Tuki, solchi bujmayib qolgan bo'lsa, avar parixmaxerga demaydi-ku. Bitta albin bel bor. Bir qillab tuklarini yaltirab ketadi deydi. Ko'ryapsizmi? Ularni ichidan davolayapti. Nimaga biz odamlarni sirtidan davolaymiz? Tashqi ko'rinishini. Yana bitta gap, koreyslar nastoящий красавица emas, nastoящий белоснежка emas. Shuni haqiqatga tik qaranglar. Sizlarda koreyslarning sekreti krem. Какой sekreti krem? Chiroyi mana shuncha ular 18 marta после operatsiya sizga shunaqa ko'rinyapti. Ular uchun norma. Operatsiyasi ularning karmani ko'taradi. Siz bilan mening karmanim ko'tarmaydi. Ular искусственный.
chiroyi. Sizlar o'ylamanglar, nimaga men koreysga krem oldim, koreysga vitamin ichdim, koreyslarga o'xshab chiroyli bo'lib qolmadim. Siz bo'lmaysiz. Chunki siz plasticheskiy kosmetika nima deydi, operatsiya qildirmadingiz. Siz bo'lmaysiz unaqa chiroyli. Ularga o'xshagan gladkiy, ularga o'xshagan молодёжный bo'lmaysiz. Mayli, mendan ham narsa olmay qo'yavering. Bu ixtiyoringiz. Zato ichsangiz, boshqa qilsangiz, tabiiy qanaqa ko'rinishda bo'lsangiz, o'sha sal yaxshilanishi mumkin. Kir qozon qayoqda-yu, kir qozonni sal yaltirab yuvsangiz qayoqda? Raznica o'shanda bo'ladi. Siz men sizga yo boshqa birov kimlar endi nomini aytsam to'g'ri kelmaydi. Вот, Koreyaning anaqasi sekretini topdim. Почему ular bunaqa krasavitsa? Loh va yana loh. Loh bo'lmanglar. Ular после operatsiya shunaqa. Sizlar ular kremini surtganingdan keyin yoki ular ichgan vitaminni ichganingdan keyin super modniца, super modeler bo'lib qolmaysizlar. Просто o'sha kir qozonni yuvgandek chiroyli nima deydi, toza bo'lishlaring mumkin. Shuni farqini eslaringdan chiqarmanglar. Mayli menga ma'lumot toshi otib, hozir menga bilmadim nimalar avtomat pulemyotlarda ochishlari mumkin. Kimlardir, balki kimlardir shunchaki listovat qilib o'tib ketishlari mumkin. Hammaning o'zining ixtiyoriga bog'liq. Zapomните. Yana nima so'zlayman bilasizlar?